Bir ayol ovqat suzayotganida qattiq charchaganini his qildi. Qornim ochdi shekilli deb o'yladi. Taomni suzib keldi. Qaynotasi tuzi past bo'libdi desa, qaynonasi yaxshi qaynamabdi dedi. Dili og'ridi. Bir ko'ngli dasturxonga qo'yilgan ovqatni maqtab yeyish sunnat deb aytay dedi-yu, tiliga chiqarmadi. Uzr oyijon, uzr dadajon dedi. Indamay bolalarini ovqatlantirdi. Idish-tovoqlarini yuvdi. O'g'illari yoyib tashlagan o'yinchoqlarini yig'ishtirdi. Qoni kamayganmi holsizlandi. Ertaga 6 soat darsi bor. Bir talay daftar tekshirish kerak hali. Bolalarini ertak aytib uxlatdi. Daftarlarni tekshirayotib ko'zi yumilib keta boshladi. Kimdir yelkasiga yengil ko'rpa tashlaganini his qildi. Ko'zini ochdi. Er kelibdi. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Ovqat tayyorlaymi? So'radi u. Charchabsan-a? O'zim suzib yeyman. Sen biroz dam ol. Yo'q-ey, o'zim. Oshxonaga yurdi u. Qo'ling shirin, ovqatlaring bir mazaliki, hech qaysi restoranda bu mazani topolmayman. Ayolning ko'ngli yorishdi. Ishtaha bilan ovqatlanayotgan turmush o'rtog'iga tikilib, charchoqlari ham tarqab ketganini his qildi. Kun bo'yi tilmagan, horigan vujudiga bir chimdim mehr orqali bir dunyo quvvat kirib kelgandi.